Maslarımız karanglar. Xudo xolasa bugün karp geldi. Karp iste bir geldi olsa yine bana karang. Katta-kattasini. Emme göresiz ben kattasi karplari. Hoppa. Necha so'm bo'ldi emmangda bu? 30 so'm oldu he? Gap yo'q. Bunga qarang karplara. Yine hurmatli obunachi. 25, 20, 10. 20. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'misiz? Uchilaydimmi? Shunda bular 20? 15. Ha 15. Şu orta aralash ish qilib, katta kichikni qarang. Kim gelish berilar. Obunachilar karpalak dadasi kelibdi. Xudo xolasa. Endi o'zim salomimiz ish bir tushunsin olamiz uni. Xudo xolasa kattasidan. Mana ko'rasiz, ana bo'ldi. Shuni ko'p ko'ring. Xo'sh, talab ko'ring. Bugungi sananaysak hurmatli obunachilar, hammangizga assalomu alaykum. Sananaysak 2026-yil 28-mart haftaning 6-kuni bo'ladi. Qo'llab-quvvatlab, like'larni bosib, shu aka-ukalarga jo'natib tursangiz so'rab qolamiz. Обязательно like bosib, kommentariy yozib turasizlar. Qo'llab-quvvatlab, narx tog'lari sizlarga to'liq yetkazib boramiz. Yana narxlarni aytdik qarab. Endi sozani ko'rasiz endi. Aziz savdongiz bersanizmi? Sog' bo'ling aziz. Qani? Sozan chazon bo'ldi bu. Ag'a, assalomu alaykum. 60 tam. Mesnimi bu? Oo, maqaran haqiqiy zo'r ekanlar. Ne bo'lmayang yana. Yep, oqpol chazon bo'ldi endi? 25 oldu dediler. 25. Savdalarınız versenizde sağ bolinglar. Charchamang. Yine sozorlanmasdan bunachalar bog'liq bugün zo'r kelarasizlar. Necha so'm bo'ldi bu? 35 ming so'm, 35 ming so'mdan bo'ldi dedilar. Qanday? Sozan 45 oldu bir arzonladi. Sozan 45 ming so'm. 45 ming so'm. Bu 35 ming so'm bo'ldi. Savdangiz bersanizde sağ bo'linglar. Mana qarang, sozorlari. Oqpol ichiramadingiz aka. 20 berdingiz buni. 1 kiloluk o'xshadi bola. Yağmur yağan ibidan ne basıp tuttular. Bular chizim bo'ldi aka. 25 dan bor. Mesni 25 ming so'mdan qarpi sozon aralash ekan, ay. Qarp sozon aralash. Gap yo'q. Savdongiz bersangiz sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog' bo'ling. Necha so'm bo'ldi bu? Ay? 35-20 ming so'm, ay. Bular 1 kilo yaqin o'xshaydi. Yine bular kattalar obunachilar. Ana, gap yo'q. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, opa? Sog'misiz? Uchilaydimmi? Qancha so'm bo'ldi? 47 dang. 1 kiloda 2 kilo. Katta sozorlar ajoyib yana. Qarang. Nima qarang, imom zo'r ekan. İyi bog'liqlar ekan. Gap yo'q, ajoyib. Savdongiz sarsanasa sog' bo'linglar. 47 ming so'mdan ko'proq aladalar kelib berasiz. Bo'ldi, sog' bo'ling. Mamalardan chizim bo'ldi aka. Assalomu alaykum mama. Yaxshimisiz? Bular 33 dan. 33. Oqboliq. Sozangiz chizim. 47 oldi, ang. Gap yo'q, savdongiz bersin. Mamanam ko'rasiz aka. Assalomu alaykum. Sog'misiz? Uchilaydimmi? Kayfiyatlaringiz ajoyibmi? Yomg'irlar bilan ishchilar. Yağmur zo'r oldu. Davom tozaladi. Yağmur qilmang. Nega bu? Zamonikki bu yağmur, ang. Menimcha. Necha so'm bo'ldi bu? Buni 25 beraman. 25 berasiz. Sovuq balıqimizni bor, bola keltirdim. Qahramonlar keldi. Молодец. Beraman, biri balık. Canınız sağ olsun. Sağ olun aka. Sağ olun balam. Ya, charchamayng. Jahongir nega? Like bosqanglar. Молодец. Aytganingizga sog' bo'ling aka. Bo'ldi. Yuri Jahongir. Jahongir yana bositkalar olib hozir aqlaniga olib o'tdi. Biri kelay. Necha so'm bo'ldi? Mama assalomu alaykum. 20 dan bo'ldi. 20-25 dan. Bo'ldi. Gap yo'q. Savdongiz bersangiz sog' bo'ling aka. Assalomu alaykum. Amma yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Nega? Bo'lmisiz? Siz? Qancha so'm bo'ldi bu? 35 ber. 35 berdingiz. Necha kilo chiqadi bular? 2,5 kiloda bu 2 kiloda bu. Bu 1 kilo 920 chiqdi. 67 ming so'm bo'ldi, 35 ming so'mdan. Kattalar. Lakkan keladi, hozir lakkan ko'ramiz. Merhaba qaram debdi-ku. Simalak keldimi? Hamma sonda turadi aytgach. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz xolajonim? Bormisiz? Uchilaydimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qalaysiz? Ishim bor edi. Ibida ilan boliq kelibdi. Nima qarang, katta gigantmi? Nega bormisiz? Bolalaringiz aqtiqlansanmas yaxshiman, uchilar. O'zingizsan, bolalarimchi. Rahmat, Oydin. Rahmat. Oq boliq yo'qmi? Sozanang? Barduq yana bardoq shidang. Sozanaga. Hoppa.
Hoppa. Yana balık. İçeriden verdiniz mi? 50 sonla. 50 so'mdan verdiniz. 50 ming so'mdan verdim dediler. Gap yok, gap yok. Acayip. Sana berbesime kurt verirsin. Simelek mi? Ah, nazım bilinmez. Bir ötüremez ekan bo'ladi hali. Qo'shnilar hozir o'tib kelamaz Instagram'a. Yes. Yana hurmatli obunachilar, xudo xolasa kelarasizlar. Simelek pishirdi xalam. Xudo xolasa. Bir dona bering. Bola ko'tarib beradi. Ana rahmat, jonim sog' bo'lsin, rozi bo'ling. Xudo xolasa simelek yemisiz bina. Mehribon xalamizlar tabiiy tayyorladilar buni. Rahmat. Köylü boyunda otur. Ko'li bo'yinda, qarindoshlar bordi, ammamlar bordi. Yana. Enam bor edi. Hey? Malades. Iloyim qabul bo'lsin. Sadaqalarınız. Sağ olun asa. Asa endi biz darsi davom etib boramiz asa. Sağ olun xala. Ya. Ya. Ilan balık içeceğiz o'rnida o'tirgan bu. İlan balık 35. Oo, erkashga assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kan ko'pchilik odam qariydi ilan balıkni. Ko'pchilik odam qariydi deyman. İlan balık bilen. 1,5 kilodan 1 kiloda 350 gramlık ham boyuna. Oo, 1,5 kiloda 350 gramlık adam boshida. Neki böyle yani oğa yiyen 35 bin so'm. Kepiyetli zor mu? Erkashga? Sağ, endi ham bak kirakamsiz. Hojimiz, agar tashak. Yaxshi, sog' bo'ling asa. Zakonni balık. Acayip kalçında var acayip. Hem ko'p balık. Hem köp. Sog' bo'ling asa. Kulakları basıverin ya. Ajoyib. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Yine oq balıqlarga qarang. Oq balık ichsam bo'ldi, xalas assalomu alaykum. 30 ming so'm bo'ldi, ha? Bo'ldi. Sog' bo'ling asa. 30 ming so'mdan yine. Balık ko'p. Kelaverasizlar. Hurmatli obunachilar. Endilikda bir Ro'shanboy bonam ko'rasiz, boramsiz, jo'xa? Ro'shanboy bo. Assalomu alaykum. Sog'misiz? Bugun bayram-ku. Shahrug'am keldi bugun, xudo xolasa. Sağlamamız oldu. Şükür, ama sahipmisiz? 3 yil aydınmı? Aktıklarınız, ballanız. Keyfiyetleriniz. Acayip mi? Ateş mamali yakışı mı? Rahmet, sağ olun. Geldik. Uzaklar bir tez geliş gerek. Yine gelemiz yine xudo xolasa. Sağ olun, Özür Ro'shanboy hayırlı bana olsun. xudo xolasa, hurmatli obunachilar, har haftada bir marta ichiramiz. Bitta rak bosasizlar. Ya'ni shu Hazaras bozorida haqiqatan nomeradin, no'shin desangizlar, mincha ekan olmadan hech kim sotmaydi. Sababi shu puli masalan shuni kam bo'lsam, soz bo'lsa xalqimizga yordam bo'lsin deb sotib o'tiribdilar. To'g'ri aytaman. Shu uchun Xanqadan keladi obunachilar Olmapiyda sotmoq uchun. To'g'risi-da. Shuning uchun bir mehnatlarni qadrlab, kimda kim shu oyoq tiyindagi shifobaxsh narsani olib yeyishni istab qilamiz. Buni o'zi hamma tushuntirib o'tamiz. Ro'shanboy choydan o'qibmiz buni. Çaydan bak. Buni choy bor-ku. Ro'shanboy, ana juda qo'ysa choyni. Ha, bir de qo'yibmiz-cha. Qani. Çayını görünüz. Qani. Ben Tolkien Medya'dan demledim. Qani. Yana Ro'shanboy bana haqiqatdan ham bu choydan boshqacha. Peki Tolkien Medya'dan mı oldu? Medadan bo'ldi. Qani. Gözete benim için inen. Oo, bo'ldi. Qari asadi. Kuyan bo'ldi bu. Ha, Kuyan bo'ldi. Qani. Görün. Bismillahirrahmanirrahim. Bakasını veresiz. Vay. Ey. Çisti orijinal. Bu orijinal bu. Çift magara. Sındırmadan olsa ne şunday şey. Hemmesi sındırdı. Rahmet Canım. size. İtibarınızı rahmet. Ro'shanboy bu eng orijinal menimcha ishimdan zo'r olib tayyorlanadi o'zi. Ishonasiz? Abi birinci aytdım ki sen işin oladu. Esası işini köprak istimal kılış gerek değil mi? Her yerinizi aytamam. Aynı. Obunachilar, so'ramanglar size. Haqiqiy Rahmet. bu tabiiy kofening ham kofesi bu. Kofeni sindiradi bu. Shunday, bu haqiqiy tabiiy aqi bu. Tabiiy, naturalniy. Tabii neyse. Endi Ro'shanboy bu, mana necha xil pekkini bor deysiz, shuni aytasiz-ku. Bana oğlum yine bulardan yine şularını bir alıp verin yüzünüz kolunuzu alıp o iri denemine. Ha, magara şu divin üzülgenlik-ku. Divinde üzülgen dine He? verin ha. Şimdi yatıp hep gelip durmamın yıl 12 ay doğumunda bunu saklaştığın üzerine bu mu? Canın sağ olsun ha. Abi, yine Obunachilar, onu saklaştırın, ima tuturgan üzülün. ima qarang, men tuturgan endi elime ko'p solib berdingiz. Ishida bir ima qarang, endi odamlarga ko'rasiz berang. Ima qarang. Divindan nish güzelligi bo'lsa obunachilar, shuning holatda turibdi, ima qarang, maşallah. Yine. Oğlum iri senem gözetip. Endi buni tuting endi. Tamam. Ima qarang, ima qarang. Oğlum. Obunachilar, bu haqiqatdan ham gap isboti bilan bo'lsin, gap bo'lishi mumkin emasdagi. Rahmat sizlarga Ro'shanboy boshini tayyorlab o'tirganingiz uchun. Endi shuni yeb ham ko'rasiz endi bir sani. Qarang. Hep gözetmeseniz bu Qarang. muydu? Qarang, bismillahirrohmanirrohim. Ina. Rahmat sizga Ro'shanboy bor. Haqiqatdan ham o'zgarmagan. Şöyle bakalım bu. Kurt pishirmish ko'radigan kelgansa rahmat. Bin rahmet.
asosiy shu o'g'lim buni hozir bahorchilikda ko'proq iste'mol qilish kerak. Ha. Qon quyiladi bitta odamning organizmida bitta vitamina bir ehtiyoj seziladi-da. Vitamina boy narsa bunda. 20 xil vitamin bor bunda. A, B, C, D vitaminlari bor. Ha. Rutin oshlovchi moddasi bor. Pektin qon suydiruvchi moddasi bor o'g'lim buni. Iste'mol qilsam maqsad amoq bo'ladi. Yine ayakınız teyinde durup da çiğit memleket. Arzon nerede? Simişken nerede nasıl mı? Simişken nerede arzon akıl. Gelin ayakınız teyinde durup yiyin la destekanda koyun. Yeseniz ballarınız kesel olmaydı. Acayip bir nasiyesi kütüre. Kan suyduğundaki adamın organizm yakışı olur. Canı sağ olsun. Esebem tuşlaşadı. Hem kan suyduğunda hem nastrini yakışı oladı. Yakışı şifa bakışı neyse de. Hakiki. Rahmet size Roşanboy bu. Şu meselen şunçalı halkımıza hizmet ettirsiniz. Selam aleyküm. Şunu aytib shu xalqimiz yetkazib berish o'zi bir katta gap. Tushundingmi? Buni ko'pchilik odam tunaga doğrusu atada dövnejga o'talikdi. 2 dona 3 dona berdilar, joyini chilib turardi. Rahmet size rahmet. O'zini berdilar lekin. Ha özüne. Peki demlemesi yana. Demlemesi undan ham dahshat oladi. Yani yürekli pus için, ciğer büyürek için, sakır için, sakırdan birini yet göresiz. Bu eng любимimiz, bak. Eng zo'ri bu. Yaxshi ko'radigan neyisi şu. Endi har kim har xil yoqadi. Var kim erkekler kadar. Nima qara. Şortekte o acayip, tamam mı? Adam priyatni apetitini ham ochadi, tamam mı? Dahshat. Turisham baba, haqiqiy. Zo'r. Yurtumuza köz değmesen, bizani Xorazmli bilan O'zbekistonli yurt yerinde bo'lmasa kerak. Mehr muhabbatli, farishtali, ko'ngli bir ochiq, mehmondo'st xalq bizani Xorazmda bo'lsa kerak. O'zim ishonaman-da. Yurtumuzdagi barcha insonlarni, O'zbekiston xalqini, Xorazm xalqini şu bahar ayyomi bilan, bahorda ekinchilik boshlandi, to'kin sochillik olsun, rizqimiz mo'l olsun, suv seyrab bo'lsin. Yine Allah Teala'm yangını berkitib ilayim. Hemme sağ aman yürüsün. Yurtumuzdaki barcha Xorazmliklere tebriklep kalaman. Yine ekin dikillerini başlaydılar, ekin dikillerini paxta ekip başladılar. Yine hem meneselerini ekip başlattırdılar indi. Oğlum rızkımız köp olsun, Xudodan şunu sorup kalamız. Rahmat size. Ömürlerinizde okul şükret bay balam. Rahmat. İlayim aşkınız şu yaxşı günlerde hizmet et. Sen nasip et ki. Ömrünüz uzak olur. Rahmat. Dünya durunca dur bilsin. Hurmatli obunachilar, Hazaras Polk bozorining yon tomonida turadilar. Ya'ni ishi hokimiyat tarafdan girib kelaverishda. Doğru gelasizlar, yine o'zi chap qo'lda bo'ladi, xudo xolasa. Yana Kazbek ham keldi. Assalomu alaykum aka. Sog'misiz? Ishlaydimi? Kayfiyatlaringiz? Obunachilar salomlab qo'ying bir. Esa boramiz esa. Aksiya o'tiramiz. Gap yo'q. Esa Ro'shanboy bor, joningiz sog' bo'lsin. Ishlaringiz omad esa. Sog' salomat yuring. Siz ham rahmat, shunchalik savob olib turibsiz. To'g'ri, shunchalik xalqimizga mehnat etib, shu yoshingizga kirib rahmat aytamiz. El hizmetindemiz, hamisha hep gelip duramız. Sağ aman. Ro'shanboy bor nomer adin hamma vaqtda. Bo'ldi. 94'lük 314 53 60. Oo, ukam, assalomu alaykum. Ne gap ukam? Omonatdan keldingmi? Ishbek aka. Ishida videoni qutaramiz esa. Bolchini bir ko'rasiz, belki ishda bir bollar ko'rasak. Nima bor? Şimdi bollar bagat kirop. Tamam. Şimdi bollardan görün yine. Birinci nömrlü bol. Hava. Ne sodası ham yaxşı, ne hem yaxşı makaran. 7 kilda yine. Görün, bunu ham görün yine. Şunun sifatli hem yaxşı. Bahası arzan. Mesela kompüter 60 milyondan beri. 60 milyondan beri tuttu. 60 milyondan beri tuttu. 60 Yine milyon. bu Feruza bu ne niçki kilo bu yine bu? Tağasın. Oo, çok mu Taze geldi bu görün yine. Kuma traktor hang bitta. Makara. Tağasın. Oo, tog'dan kelgan ekan ba? Chisti ba? Oo. Navga. Bakarang navga ta'siri bormi buni? Ishona, bu bolim. Bütün şamallar şu üksik. Suyaka uchun hang. Salomimiz sen bundan hozir. Tamam. Gördünüz mü yine? Şükret bay bay. Hozir sizlar keldi obunachilar, hammani kutib qolamiz. İmunam gösterdi beni. Yo'q, shundan tayyorlanadi dedilar. Oo, tayyorlan. Hop. Esa Ro'shanboy bor, joningiz sog' omon bo'lsin. Sağ olsun. Ishlaringiz omad bo'lsin. 94'lük 314. Ha, nima aytmamiz ekan ayollar? 94lik 360 314 53. 314 53 60. Bo'ldi. Yaxshi bir to'ylarda görüşelim. Joningiz sog' bo'lsin. Sog' bo'ling. Ömrünüz uzak olsun.